Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-yanvar kuni 85-sonli nogironligi bo'lgan shaxslarning bandligini ta'minlash tizimini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Farmonning asosiy maqsadlari etib quyidagilar belgilandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni samarali faoliyat ko'rsatish uchun maxsus xizmatlar tizimini joriy etish, nogironligi bo'lgan yoshlarni zamonaviy kasblarga o'qitish, ularning mehnat bozoriga kirishi uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratish. 2025-yil yakuniga qadar 80 ming nafar nogironligi bo'lgan shaxslarni tadbirkorlik bandligini munosib daromad topishni ta'minlash belgilandi. Shu bilan birga 2025-yil 1-iyundan boshlab 1 va 2 guruh nogironligi bo'lgan shaxslarni ishga qabul qilish tadbirkorlik subyektlariga 50 million so'mgacha subsidiya ajratilishi belgilandi. Subsidiya sudo-tarjimon, psixolog va hamrohlik xizmat tashkil qilish xarajatlarini qoplash uchun ajratiladi. Jismoniy shaxslarga hamrohlik xizmati o'z-o'zini band qilgan shaxs sifatida ko'rsatishga ruxsat beriladi. Yagona milliy ijtimoiy himoya axborot xizmat tizimida mehnatga layoqatli nogironligi bo'lgan shaxslarning elektron reyestri yuritilishi ham belgilab o'tildi.